Assalomu alaykum barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda azizlarim, bugungi kulib boramiz loyihasini navbatdagi efirini boshlayapmiz aziz do'stlar. Bu meni yurtim kanali, bizni kuzatishda davom etinglar azizlar. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsa, bugun ko'rsatuvga mehmon chaqirishga chaqirib qo'ydim azizlar. O'zim xavotirda turibman, sababiki bu inson shaharni yaxshi bilaman deb tiqirlik qilyapti. Bugun rulni menga berasiz Botir aka, siz kelgan mijozlarni siz kuldirasiz deb meni ikkita oyog'ini bir etiga tiqib turibdi azizlar. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ishonmayapman azizlarim. Lekin bugungi mehmonimiz sizlarga tanishtirsam, kelinglar, gapni cho'zmasdan, efir vaqtini olmasdan azizlarim. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston xalq hofizi, elimiz suygan san'atkor Orolmirzo Safarov. Orol, Ya assalomu alaykum. va alaykum assalom. Yaxshisiz Botir aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Allohga shukr. O'zi qanday? Siz bugungi bizni kulib boramiz loyihamizga. Shoh bo'ling. Lekin to'g'risini aytsam Orol, ikkita oyog'im bir etiga tiqib tiqirlik qilyapsan, mashinani men haydayman deb. Lekin men ochig'i senga bu mashinani ishona olmayman, og'ayni. Nimaga aka? Yo, sababi endi kechirasiz, xavfli-da bu o'rtoq. Nimasi xavfli? Yo, endi nima, men mehmon bo'lib o'tirib siz mashina haydamoqchimisiz? Hazillashyapsanmi Orol? Aka, endi bir havas qildik endi bunaqa kichkina mashina haydab yurganmiz, kattasini ham haydab ko'raylik endi. Yo, tushunarli-ku, lekin bu o'ta xavfli-ku. Siz rulga o'tirishingiz qanaqa bo'ladi u? Aka, men pravo qo'yganimga necha yil bo'lganini bilasizmi? Yo'q-e. Imtiyozlar bo'lsa pravo olganman men. Yo'q, pravo olgansiz, lekin men ishonmayman-da. Mana Aka, gap ko'paytirmang, qayerga bormoqchisiz, shuni ayting. Uyga boraman hozir. Qayerda hovlingiz? Yangi Toshmiyda hovli. Yangi Toshmiyda bo'ldi. O'tiringiz, menga o'ngga chapga tursangiz bo'ldi, lokatsiyani tursangiz bo'ldi, joyini men olib borib tashlayman sizni. Birinchi daraxtsizniki emasmi, og'ayni? Endi uni vaqt ko'rsatadi aka. Birinchi daraxtmi, birinchi talbami ko'ramiz endi yo'qni aka. Yo'q, muhtaram aziz do'stlar, bu hazillashyapti shekilli. Meni yuragimni yorma, Orol, iltimos Voy, sendan. sizda ham yurak bormi? Yo'q, men qarajon, ukajonim, siz yonimga o'tiring, siz ko'rsatuvni mehmonisiz, og'ayni. Yonimga o'tiring, men o'zimni ishimni qilaylik. Gap ko'paytirmangda. Ishingizni qiling, o'tirsangiz o'tiring, bo'lmasam boshqa men olib boradigan anaqalarim, klientlarim ko'p aka. Orol, Orol, Orol. Voy, men bu bolani aqlli bo'lib desam, qotgan shuni qara. Voy, Orol, rul sanga emas, mashina sanga emas. Voy, Orol, voy daraxtga, voy Orol. Botir aka. Orol, Qo'rqib ketdingiz aka. voy yuragimni yording-ku, Orol. Nima bo'ldi aka? Voy, infarkt bo'lishingga ozgina qoldi, Orol. Xudo saqlasin ya aka. Voy, mashina kim minib ketdi mashinani? Administrator haydab ketdi aka. Aka. Ko'chani qarang. Qanchadan qancha 99% odamlarning ko'zi ochiq-a. Ha, ochiq, qana yuribdi hamma. Shularning ko'psini qalbi so'qi, qalbi yopiq aka, bilasizmi? Men bir shunchaki hazillashdim sizlar aka, hazillashdim. Haziling bor bo'lsa o'tir mashinaga, yura. O, Oroli, shunaqa menga shunaqa hazillar qildik. Botir aka, bu mashinalar bilan bo'lgan holat bu birinchisi emas aka. Birinchisi emas. Aziz do'stlar, bu O'zbekiston xalq hofizi Orolmirzo Safarov. Bu xonandalikdan, sozandalikdan tashqari, navozandalikdan tashqari mana shunaqa o'rtamizda bizni juda qattiq hazillarimiz ham bor aziz do'stlar. Faqat to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman aziz do'stlar. Bu meni yurtim kanali taksi loyihasi aziz do'stlar. Kulib boramiz. Hozir mijozlarimiz chiqadi. Taksimizni ko'rmagandirsiz, siz eshitgandirsiz. Endi har holda ko'rgansiz. Albatta. Bu g'alatiroqsiz eshitiladi. Biz taksimiz qonun qoidasi shunaqaki, Orolmirzo, chiqqan mijozlarimiz agar borgan manziligacha kayfiyatlari ko'tarib kelgan mehmonni gaplaridan, hazillaridan, unda siz yo'l kira haqini to'laydi. Bo'ldi. Agar kishi kulmay, xo'mrayib boradigan bo'lsa, unda yo'l kira haqini Orolmirzo Safarov to'laydi. Bo'ldi, olib chiqqanmi aka? Olib chiqqanmiz, cho'chak baquvvat aka. Chunki men tirikchilikka chiqqaman. Bo'ldi, tushunaman aka, tushunaman. Mana telefonim ham hamma ilovalarga ulangan. Xudo xolasa, sizni tirikchiligingizni ta'minlab beramiz aka. Xudo xolasa nasib qilsa. Beshma. Xudo xolasa quruq qaytmaysiz, xudo xolasa. Orol qurishi mumkin, lekin sizni cho'nchangiz qurimaydi aka. Hech xavotir olmang. Xudoga shukr, Orol, umringiz Orol qurishi mumkin, lekin cho'nchangiz qurimaydi Botir aka. Qarijoning sog' bo'lsa, mana telefonlarimiz hamma bular ilovalarga ulangan. Mana shu yerda hozir turamiz. Bugungi Orolmirzoning poy qadamlarini ko'ramiz aziz do'stlar. Qanchalik qadamlari nima deydi? Hasanotli degan joylar. Qutlug' mana qadam. Qani. Ana jiringladi, qoyilman degan joylari. Qani, mana hamda turgan ekan. Qani, bizdan bir 50 metr, 100 metr narida turgan ekan. Qani ko'raylik. Qadamlarimiz qutlug' aka. Ko'rdik, qani ketdik qani. Har bir odamzodning eshigini baxt taqillatib keladi. Lekin shu baxt taqillatib kelgan paytda siz yo qo'shnilikda o'tirgan bo'lasiz yoki taksida ketayotgan bo'lasiz.
Qani azizlarim ko'ramiz. Mana shu atrofda Biz turgan aka ekanlar. sharofatlik, barokatlik insonmiz biz. Ay, albatta siz qandoqsizki, Yorol Mirzo. Siz qandoqsizki deydi-ku. Qani. Menimcha shu ayolmikan, mana qizchasi bilan ekan, bizga qarab kelyapti-yu. Taksi. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Taksi. Keling, ona qizim, keling. Chiqinglar, suvda qolibsizlar, kelinglar. Ehtiyot bo'ling. Va alaykum assalom. Boringizga shukr. Xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanot. Rahmat. Xush kelibsizlar. Tanishamiz endi. Qani ismingiz kimdir sizni? Inobatxon. Inobatxon. Bu kim bu? Qizchangiz nevaram? Nevarangizmi? Ha. Issiqda yo'l bo'lsin, qayerga ketyapsizlar? Shu anaqaga bozorga bormoqchi edik, bir anaqa qilib kelaylik desak, Ha. hozir issiqda qolib ketdik. Taksiga buyurtma beruvdinglar, oddiy taksiga sizlar. O'zi o'zingiz Samarqandlik emasmisiz? Manmi? Ha. Men Buxorolik. Buxoroni qayerdan hay? Vobkent tumanidan. Vobkent tumanidan. Shanba qishlog'i yaqinmi sizga hay? Shanba, borish qilib yaqin. Bor. Qayerdan bildingizmi Buxorodanligini? Aka Biz endi biz sentrdan, rayonni ha. sentridanmiz. Borganmiz, Vobkentga borganmiz Inobatxon. Ha. Nevara necha yoshdalar endi? Nevara 8 ga o'tadi yaqinda. Umr bilan rizq bilan bergan. O'zingizda farzandlar nechta? Ikkinchi klass ekanda, ikkinchi klassga o'tibdi-da. Ikkita qiz, bitta o'g'lim bor. Hammasini umr bilan bergan bo'lsin. Ha, yaxshi. O'g'illar uylantirganmisiz? Ha, Kelinlar bor. Kelin bor. Kelinlarga azob beryapsiz. Yo'q, unchalik emas. Azob beradiganlarga o'xshaymanmi? Yo'q, demayman, hazillashaman shunga aytaman. Endi qiziqchi bo'lgandan keyin ko'tarasizda Inobatxon shunaqa. Endi men qarang Inobatxon, bizlarning taksimizni ko'rsatuvimizni shartini bilasiz. Mana siz oddiy taksiga buyurtma bergansiz. Mana biz shunaqa taksi kelib qoldi, kulib boramiz orqasiga. Manzilingizgacha kulib borsangiz, demak yo'l kira haqini to'laysiz, singiljonim. Agar kuldilar, ikkinchi marta kuldilar o'zi mas hisobga. Nima deydi, Xo'mrayga boradigan bo'lsangiz, unda o'rningizga Orol Mirzo Saparov to'lab beradi. Albatta. Xo'mrayish kerak ekan. Yo'q, shunday. Mayli. Siz uchun pul ekan-ku, Inobatxon. Hozir Zoqim kelib ketib qoldi-da. Ha. Shu gadoni shumar gado bo'ladigan maqolni eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Eshitgansiz-a? Yana marta eshitib qo'ying. Mana shu hopizdan ovozini o'xshatib beraymiz gapni hozir. Qani eshitdinglar, qani doringlar. Inobatxon, faqat rosa qiziqarli emas sizni anaqalar. Men hozir ashulachining ovozini o'xshataman-da. Siz albattachi mayli pulingizni o'zim to'layman. Lekin yoqsa kuling, xo'p iltimos. Mana shunda sanatim sizga ham Botirga ma'qul bo'lganini shundan bilib olaman-da. Botir aka muxallit san'ati aziz do'stlar. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti mana bu 75 yilda Olamjon Yoqubov bor-ku. Ana o'rtoqlik. Nihoyatdachi, kopirovkanichi. Biz balizni qabul qiladigan insonda. Litsenziya berganlar menga. Qatta bo'lsa bemalol ovozim kopirovka qilaver deganlar, o'g'lisgan. Hech ham xafa bo'lmanglar. Bular 70 yoshga kirganlarda xalqlar do'stiga soatda konsert berganlarda birga fikrimdagi muhabbat degan qo'shiqni birga ijro etdik-da. Ikkalamiz-chi odamlar ajrata olmadi bir-birimizdan. Shunchalik shunaqa zo'r chiqdi ikkalamizga qo'shilishib ikkita o'lan bo'lib qoldik-da. Mana shu qo'shiqni aytib beraman sizga hozir. Qani eshitaylik. Aha. Fikrimdagi muhabbet iqboli bakşim. Fikrimdagi muhabbet iqboli bakşim. Yoki visoling o'ylab uxlab ko'rgan tushim. Duch kelganda gapirmay yerga qarab qolursan. Tongdagi bulbul kuyi fig'onini olishim. G'ulom aka rahmat. Boringizga shukr G'ulom aka. G'ulom aka o'z bo'lganlarda adashib qolarmidilar. O'zlari adashib qolardi. Menmi yo bularmi G'ulom deb adashib qolsalar kerak menimcha. Orol Mirzo Saparov O'zbekiston xalq hofizi aziz do'stlar. Endi bilasizmi kimga o'xshatib bermoqchiman Botir aka sizlarga hozir. Inobatxon ikkalaylik kim? O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Xayrullo Tuplayevning ovozini o'xshatib bermoqchiman. Xayrullo akam ovozini o'xshatib bermoqchiman. Boshida qizil durra. Uyg'onibdi lolalar. Boshida qizil durra. Uyg'onibdi lolalar. O'zlari qirmiz kimdan uyolibdi lolalar.
Anaqa Orol Mirzo anaqa shular ham bo'lardi. Men bir vaqt aytiradim. Boqima go'zali, boqima deb demoqchi. Dilim asta aytin o'zimga. Dilimda dedim, yig'ma dildora boqma dedim o'zimga. Borasiz shunday ham. Inobatxon mana bu navarangizni bundoq qarang gaplashing bu. Tillari bormi, gapiradimi? Gapiradi. Otlari nima otlari? Otingni ayt. Imoni ekan otlari. Imonami? Qani maktabda o'qiylarmi Imonaxon? 2-sinfga o'tdilar botir aka. 2-sinfda. Ikkinchi sinfga o'tdilar. O'zbekchada o'qiylarmi, ruschadami Imona? Qani o'zi gapiradilarmi? Gapir. Ha? O'zbekchada o'qiydimi? Qoyilman. Nechinchi maktabda o'qiysiz, ona qizim? 20-chi? 23-maktab. 23-maktab. Qoyilman. Qoyilman. Manzilingizga ham yetib keldingiz, rahmat. Voy, Boringizga rahmat. shukr, umringiz uzoq, joningiz sog' bo'lsin. Sizdan 32 ming so'm bo'ldi. Kartadan to'laysizmi yo naqd to'laysizmi? Kartadan to'lab qo'ysang bo'ladimi? Bo'ladi, kartadan to'lasangiz ham bo'ladi. To'lang kartadan. Xo'p. To'lang, pul qo'ying, bo'ldi bo'ladi. Kayfiyatlar ko'tarilgan bo'lsa to'lasizda botir aka. Siz ham so'ramadingiz yog'ini. Kayfiyatlar O'g'il rasmiyda Orolmizda to'ling. Voy zo'r, men xursandman. Bugun mana shu sizlarning taksilarga tushib qolganimdan rosa xursandman. Sobir Mazza qildim. Farzandlaringiz, nevaralaringiz rohatini ko'ring. Ilohim. Sizlarning ham boringlarga tushdi shukur. pullaringiz, tushdi, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Navbat opa, sog' bo'ling. Rahmat. Aqlli odam tuzga o'xshaydi. Suhbatga maza kirgizadi, lekin u ovqat emas. Qani ketdik azizlar. Bosdik degan joylari. Qani, Nasib bo'lsa. mana. Mana bitta qizlar turganiga, qizlarmikan menimcha Orol. Qarshi kelib to'xtaymiz Orol Mirzo. to'xtaymiz. O'zi mashinaning nomerini ko'rib chiqadigan bo'lishgan hozir. Nomer nechi edi aka o'zi? 252. Voy, men qaramaman deb voy qorong'ida. Taksi yigitlar kelinglar, mana. Kelinglar, Taksi. Bir oddiy taksiga buyurtma berdim deb o'ylaydi, lekin bizga ro'para keladi. Kelinglar yigitlar. Va alaykum assalom. Xo'p. Manzilni yetishmadi-yu ular botir Ya, aka. men o'zim telefonda lokatsiyalar tushgan hammasi. Lokatsiyalar ham bor. Lokatsiyalar hozir onlayn bo'lib ketgan hamma yoq. Temir xotinda Murod Rajabov eng ko'p gapirgan gapi, bunasi gapiydi deb qo'ygan gapi. Qani endi Orol Mirzo, bu yigitlar bilan tanishamiz, ukalarimiz bilan. Balki bitta yigit soz ko'tarib chiqdilar, bilmayman. Albatta. San'atga aloqalari bormi? Qani ukam, siz ismingiz nimada? Murodov Sanjar. Murodov Sanjar. Qani bu yigitning ismi nimada? Abror. Abrorbek. Abror, o'qiysizlarmi, ishlaysizlarmi bolalar? O'qiymiz. Qayerda o'qiysizlar? San'at kollejida. San'at kollejida. O, ani o'zlaringiz o'qiydinglarmi? Qoyilman. Qaysi yo'nalish bo'yicha o'qiysizlar? An'anaviy xonandalik. Qayerliksizlar o'zi? Kimda o'qiysizlar? Samarqandlik. Kimda o'qiysizlar? Qo'qonlik Sanjarbek, kimda o'qiysiz? Dilmurod Toshmurodov. Bizni shogirdimiz-ku. Bu O'zbekiston xalq hofisi Orol Mirzo Safarov bugun mana. Otaylan deyavering, otaylan. Bugun mayqara oxir bu bolalarga bugun dada didiras shekilli. Shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa. Boringlarga shukr. Yo, dada emas aka. Doda desa bo'ldi. Doda deydi. Botir aka, voy rostdan ham qo'rqib ketdingiz-a? Ya, rostdan qo'rqdim men Orol Mirzo. Endi Endi o'tirib mashinam minib ketadi deb xavotirlanib siz otamni ham qo'rqitganman mana shunaqa. Mana ko'rdim kulishdi. Xo'p, yigitlar, bizni taksi loyihamizni ko'rgan bo'lsanglar keltingizlar, ko'rmaganmisizlar? Ko'rganmisizlar? Manzilingizgacha kulib kayfiyatinglar ko'tarib borsa, demak yo'l kira haqini to'laysizlar. Agar kulmasdan o'tirsanglar, mana ustozinglar, dodanglar Orol Mirzo Safarov to'laydi o'rtoqlar. Menga farqi yo'q. Bo'ldi. Biz tirikchilikka chiqqan odammiz deydi. Joningizdan Bolalar mana san'at kollejida o'qir ekan. Meni bu o'ylanganmisizlar? Ichingizda o'ylanganinglar bormi? Yo'q, halol. Endimi? Bitirdinglarmi, ikkinchi kursga o'tdinglarmi? Birinchi kursdan ikkinchi kursga o'tdik. Demak 2009-yil bolalarda sinash bu yigitlar. 2008. Hozir san'at kollejini bitirib qayerga konservatoriyaga kirasizlarmi? Rajabiy yo madaniyat. San'at madaniyatga endi siz o'sha yerda dars berasiz men shekilli. san'at madaniyatida dars beraman. Nimadan qaysi yo'nalish bo'yicha dars berasiz? An'anaviy xonanda. Geografiyadanmi, nimadan dars berasiz? Yo'q, tarixdan. Tarixdanmi? Qo'yil. Fizika, matematikadan demanganingizga rahmat. Qo'yil. Aka, kechqurun uydagilarga astronomiyadan dars beraman. Yulduzlarning joylashuvini o'rgataman bularga. Yupiter qayerda? Boringlarga shukr. Mana sizlarga ustoz bo'ladi, endi Orol Mirzo Safarov, to'g'rimi? Bularning shogirdlari sizlarga dars berayotgan bo'lsa, demak bular ustoz bo'ladi sizlarga. Ustozni ham doda xo'jasi, aka. Ha, doda xo'jasi, gap yo'q. Endi Botir aka, O'g'labek. mashina haydash. Ha. Endi o'zimizni hech qachon birovdan kamsitmaganmiz, to'g'risi. Ha. Bolangizda yiqilib, surinib velik ham haydaganmiz, ikki og'ilisini ham, uch og'ilisini ham samokat haydaganmiz. O'zimizda ham mana xudoga dev qurilib, o'sha Nexia, Tiko, Damaslar chiqqan vaqtdan u nima edi?
doirachidan chiqqan ashulachi Qudrat Hakimov bor edi. Nexia, Tico, hammasiga ashula chiqqan edi o'sha nima qilib. Shunaqa chiqdi, to'g'ri. Endi o'shanda bir kuni bir qishloqda Volga haydab yuradigan tog'amiz bor edi. Ha. Endi Urgutdan mehmonga kelishgan bor. Keyin men o'tkazdi-da, shu rulga o'tkazib qo'yib, menga shu kalitni burab, mashinani zavat qilishni o'rgatdi-da menga endi. Ha, o'rgatdi. Endi u men qayoqdan bilaman, u xalastoy turgan holatda, ya'ni nimada skorsdan chiqqanda mashina qimirlab ketmas ekanda, zavod bo'laverar ekan joyida. Ha, shunaqa. Keyin Urgutda bir Bahrim degan qishloq bor. O'sha yerda Aliqul degan tog'amiz mehmonga kelib qoldi, yangi Moskvich. Moskvich minib kelib qoldi. Ha. Hamma bir uy bo'lib qo'shninikida kino bilan Latviyaga ketdi. O'sha kinoni ko'rib o'tirgan vaqti endi qarang, Xudoning qudratidan haligi nimani mashinani kalitini og'zida qoldirib mehmon kirib ketishgan ekan mehmonlar ham. Ha. Men uni kirsam, u mashina skorsa turgan ekanda. Ha. Burovdim. Kalitni. Ha, mashina ariqqa qarab ketib qoldi aka mashina. Hay. Mana shunda turgan bo'lsa, men chaqirib ketib qoldi mashina. Yaxshiyam meni baxtimga nimadir bo'lish to'xtab qoldi, bittasi chiqib mashinada oynani eshikni ochgan vaqtim bu tomonga o'tib oldimda, eshikni ochib, shu bilan gum qochib ketdim. Meni otamni qo'liga ussam kalta yeyman dedim, qochib ketdim. Keyin haligi tog'amiz chiqdi, mashinani amallab o'sha ariqqa tushib ketmadi mashina Botir aka. Ariqqa tushib ketmadi mashina. Shu qochgancha aka 2 qishloq nariga qochib borman shu chopishda. U yoqda 2 qishloq narida ham qarindosh, o'sha qarindoshlarning uyida yotib, ertasi kuni otam rahmatli ishga chiqib ketgandan keyin uyga kelganman. Lekin baribir onamdan kalta yeganman. Bu mashina haydashdagi bezorlik birinchisi emas aka, bu sizga qilgan hazil. Ya meni yuragim yomon oldi-da, yigit. Kelib bu mehmonga chaqirganman buni. Kelib rulga o'tirib olganini qara. Men mashinadan haydab. Yana shaharni yaxshi bilamishlar bular. Aka, Toshmaga olib borib qo'ysam bo'ldingmi o'zi shu vaqt. Uyimizni oldida Akbar aka degan shopir bo'lardi. O'sha Akbar akani gaz 51 mashinasi bo'lardi. Ishdan kelib uyning oldiga qo'yib qo'yardi-da. Ha. Endi bu jonivorni qulflanmasdi u eshigi. Yo'q, qulflab qo'ymasdi. O'sha rulga o'tirib olib, rosat rullar bilan mikrofonlar ham bor edi, u mashinani aksiga olib. Shu anaqasini patkulchasi qo'yib turib mikrofonlarda gapirib, qishloqdan gapiramiz. Soat 15 dan 10 minut o'tdi. Yosh havaskor xonanda Orol Safarov ijrosida qo'shiqlar tinglaysiz deb mashina mikrofonda o'zim ashula jinni ko'tarib mashina. Xudoning qudratidan bir o'shani mashina ham skorsdan chiqaribman deb Botir akada o'ynabdi. Endi qarang. Mamlakatga ketyapti, mamlakat chapga qarab, mashina chapga qarab ketyapti mashina. Bir tomoni ariqqa tushdi. Ha. Old tomoni ariqqa tushdi-da, lekin narigi tomon tepada qoldi, orqa tomon tepada qolib ketdi. Orqa tomon tushmadi ariqqa. Men o'tiribman. Keyin chiqib qoldi Akbar aka. Ha. Chiqib qolib, to oyoqda o'zini eshitib borib kelayotganini eshitdim-da, sekin sirg'alib borib bu tomondan chiqdim-da, uyga qarab qochib kirib ketdim. Lekin Akbar aka ko'rib qolgan ekan. Ha. Mashinani olib chiqib joyiga qo'ygan, uyga kirdi. Endi onam rahmatli odam Mastur edi. Mastur opa dedi. Ha, Akbar o'zimga qarindoshiga ham bordim. Qanaqa bezori o'g'lingiz dedi. Bilmayman, hozir mashinangizda ashula aytib o'tiruvdi-ku dedi. Ana shu bezorangiz hozir mashinangizni anaqadan chiqarib, bir tomonni ariqqa tushib qochib ketdi. Endi chet uyga kirib bekinib olganman. Bir taxmondagi hamma ko'rpa-ko'rpachlarni tushirib, yozi issiq bo'lsa ham tagiga kirib ko'rmasin, ko'rpalarni tagiga kirib ustiga ko'rpani qo'yib, dimiqib yotaman ko'rpani tagida. U uyda axtardi, bu uyda axtardi, boshqa qildi. Xullas qilib onam rahmat topolmay ketdi. Yo'q, bu yerda uyda dedi. Keyin onam ishlar bilan ovora o'tirgan vaqtda endi yoshim kichkina ko'rpalarni qaytarib yig'a olmayman endi, og'irda ko'rpalar. Ko'rpa-ko'rpachlar og'ir. Shu holatda tashladimda sekin endi ko'rmasam o'ta shumidim-da Botir aka. Ko'rmasam, rosa shum. Shuning uchun onam rahmatli shum ko'r derdi meni shuning uchun. Sekin u yoqda eshitdim. Qarasam hovlida qoq tushpaydi, hamma onam ishlarini bitirgan, uyquga kirib ketgan. Qarasam hovli tinch. Sekin devorni ushab, siypalab darvozaxonaga bordim-da, endi quyoshda to'g'risi ko'zim yaxshi o'tmaydi. Chunki quyosh qamashtiradi-da. Ha, qamashtiradi. Ha, sekin bordim. Endi aytishingiz mumkin, o'zi ko'rmasa yana endi men qamashtirdim. Sekin darvozaxonani topib bordim-da, darvozadan sekin chiqdim. Ha. Chiqdimda to'g'riga qarab yurdim. Ha. To'g'riga qarab yurib, o'sha yerda ham tog'amning uylari bor edi. Tog'am uyga kirdimda, qarasam, darvozaxonadagi yondagi uyda hech kim yo'q ekan. Ha. O'sha eshikdan sekin kirdimda, tog'amning kravatlari, sim kravatlari bor edi. Ha. Sim kravatiga sekin yotdimda, obyeddagi uyquni urib oldim.
O'sha yerda uxladim. Ha, shu yerda uxladim. Bir 6-7larga yaqin shu shom qorong'isida sekin, orlarda endi kunlar ham uzun bo'lardi, soat 8-9da kun botardi. Sekin kirib bordimda qilarishni qilib qo'yib, sen qayerda yuribsan, palonsan, pismadonsan. Endi sal g'ira-shira bo'lgandan keyin ko'z harakatlanishni boshlaydi. Sal ilg'ay boshlayman-da. Unaqa. Sekin qarasam, onamning qo'llarida xipchin. Ha. O'rini navdasidan pishiqqina tayyorlangan xipchin. Ikkita uchta tushsa badanda sovuq joy qolmaydi. O'tirgan joyda 360 gradusga shunday razvoratda oldimda ko'chaga qarab Qochdi. Vaqtincha alvido uyim surib yubordim keyin. 1-2-3 kuncha mana shunaqa shumliklarim bo'lgan aka shunaqa. Qoyil oram. Mana manzilinglarga olib kelib qo'ydim yigitlar. Boringlarga shukr. Qanaqa sizlardan 30 ming so'm bo'ldi yigitlar. Kayfiyat ko'tarildimi yo'qmi? Ko'tarildimi yo ko'tarilmadimi? Orol Mirzoni pulini olaman deb turuvdim-da, yo'q. Ko'tarilgan bo'lsa demak, naqd berasizlarmi, kartadami? Kartadami. To'laylar kartadan. Men qarab turaman. To'lasanglar keyin ochiladi eshigimiz. Qani, o ana tushdi pulinglar, bo'ldi, qoyil. Bo'ldi ana qoyil. Rahmat yigitlar. Birovni aqli bilan yashashni xohlaysanmi? Unda uylan. Orol Mirzoyi, qoyilman mana. Ikkinchi mijozni ham joyiga qo'ydik mana. Xursand bo'lib kayfiyat Charchabmadingmi aka o'zingiz? Ya, siz charchamaganmisiz? Yo'q, men sizdan yursam kayfiyatim ko'tariladi aka. Joyi hisobida ana yana telefonimiz jiringladi. Ketma-ket bo'lyapti. Mana sizga qoyilman, lekin beshbaho. Orol Mirzoni poy qadamlari. Agar taksi loyihamiz bunaqa davom etadigan bo'lsa, keyingi ko'rsatuvlarga albatta chaqiraman, Orol Mirzo. Bo'ldi aka, keyingi safar orqada ketaman. Nega? Boshqa mehmon o'tkazasiz-da. Ha, boringizlar, izzatim bilib kelaman-da keyingi safar. Ana shu yerda bo'lsa kerak shekilli. Menimcha qani ko'ramiz o'rtoqlar. Qani ko'raylik. Taksi, alaykum, taksi, kelinglar. Kelinglar, taksi, kelinglar. Voy ona qizim mana. Voy asal qizim mana, asal qizim. Va alaykum assalom. Suvda qolib ketdi asal qizim. Sizlar oddiy taksi zakaz qiluvdinglar. Bizlar taksi loyihamizga xush kelibsizlar, kulib boramizga. Agar manzilingizgacha kulib boradigan bo'lsanglar, demak yo'lkira haqqini to'laysizlar. Agar kayfiyatinglar bo'lmay qo'mrayib boradigan bo'lsa, unda o'ringlarga mana mehmon to'laydi. Bu qizchani ismlari nima? Ona qizim, ismingiz nima sizning? Shukronami? Voy ona qizim, bir-biridan chiroyli ismlar. Maktabda o'qiysizmi, institutda o'qiysizmi? Maktabda. Nechinchi sinfda? Hali chiqmadim maktabga. Endi chiqasizmi? Voy. Aka, mana endi qizimiz xudo xolasa bu yil prezident sovg'alarini oladi. Bu yil birinchi sinfga borib borganda bilasizmi? Voy. Ajoyib sovg'alar beradi prezidentimiz xudo xolasa bolalarga. Sizni ismingiz nima edi? Siz Charosmi, sizni qizingizmi? Sizni qizingizmi? Nechta farzandingiz bor? Ha? Bu kattasimi, kichkinasimi? Kichkinasi. Voy, umridan bergan bo'lsin. Kattasi-chi, o'g'il bolami? Kattasi ham qiz bola. Qiz bola, umri uzoq bo'lsin hammasini. U maktabga borsa kerak. U maktabga 5-sinf. Qoyilman. O'zingiz qayerlisiz, Charos? Men Qibraylik. Qibraydansiz. Issiqda nima qilyapsizlar ona bola chaqarda? Shuni aylantirganim keluvdim. O, shu issiqda-ya. Ha, boringlarga. Parklarga bormadingizmi hali? Ha, mana endi ketyapmiz. Parkga endi ketishyapti, deb salqin joylarga ketishyapti. Botir aka. O'zingiz ishlaysizmi, o'qiysizmi? Ishlayman. Nima ishlaysiz? Salonda. Salonda ishlaysiz, boringizga. Go'zallik salonidami? Voy, salomat bo'ling. Qoyil. Keyingi safar chochimni o'stirib boraman deb salonga bo'lmasa. Bir uklatkalar qilib qo'yasiz. Ha, qilib qo'yadi. Qani, oynaga qarab o'zingizga mahliyo bo'lib yurmasdan. Sizlar oddiy taksiga chiqaman deb o'ylagansizlar. Lekin bunaqa taksiga kelib qoldik-a. Katta opalarning otlari nima? Chiranoxon Farzon. Oho, tanlab ot qo'shib ustiga ekansizlar, Charosxon. Farzona, Shukrona, qoyil qoldim. Bu ona qizimni qara, chiroyli kulib turibdi Shukrona qizimiz. Umri uzoq bo'lsin. Oilalar ham chiqqanda kulib chiqdilar o'zi mashinaga o'zi. Sizlarni ko'rib o'zi xursand bo'lib ketdi. Yo'q, shunaqa mashinani ko'rib maza qildilar. Yo, bizani ko'rib maza qildilar. Sizlarni конечно, xudo xohlasa bu ham sizlarga o'xshagan katta aktrisa, artist bo'lish O, ana ashulachi bo'lsin. Ilohi. Ilgari bizning yoshligimizda hamma kim bo'lasan, sen kosmonavt bo'laman derdi. Hozir serialda o'ynayman, televizorga chiqaman deyman. Hammani kulgiga yetqizsin. Ilohim kayfiyatinglar yuz bo'lsin hamisha, hech qachon. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu Meni yurtim kanalidagi kulib boramiz loyihasi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov. Meni yuragim yorishga ozgina qoldi o'rtoqlar, video. Charosxon, hozir men bularni ofisiga borganda bekinib olib, mashinasi rulga o'tirib oldim.
rulga o'tirib oldimda keyin bir payt ular meni ko'rsatuvga chaqirishgan, Botir akam kelib qoldi bir payt. Tush mashinadan deydi. Nima tushim kerak ekan, ozib yoz bir o'tirib rulga yedim. Qayerqa borasiz? Uyingiz qayerda tosh o'tiring olib qo'yaman dedim. Ha, uyingiz o'xshayotibmi? Yo birinchi daraxt, yo birinchi talbasanik. Uni vaqt ko'rsatadi dedim. O'tiring dedim. Mashinani zavod qilib gazlarni bosib tayyor bo'lib turdim. Qo'rqib chiqolmadilar, mashinaga yuragi dov bermadi. Uncha men mashinasini mashinaga olib o'tira olmaydi, Jarosxon shunaqa. Voy. Mayli, keyingi safar olib qochib ketaman, zo'r mashina ekanda. Ozodbek Nazarbek ukamiz, hamma konsertlari ham zo'r. Lekin o'sha 2009-yildagi konsertda boshqacha chiqqanda baribir. Boshqacha chiqqan. Sizlar bilan chiqib yigitishmaydi qasamda ikkala tomon duet qilib. Duet qilib aytish bo'lgan, aytish bo'lgan. Zo'r aytish bo'lganda. Yigit qasam ichmaydi. Mana Obid akamning o'zi zig'irtagina ovozlari bor edi-da, Charosxon. Ashula bor. Lekin ovoz tonda turmaydigan bir g'alati ovoz edi-da o'zi. Bir payt G'ulom akani qo'shini boshlab qoldi. Bilpasadir bag'rimga kelganim seni, dangtir sen o'zing. Zo'r edi. Deganni o'zida odamlar maza qildi. Endi o'sha konsertning guruhida, o'sha konsertni bir ajoyib gap bo'ldi Botir aka oxirgi vaqtlarda. Menga qaragin, Oral dedi. Ozod konsertda sangina bordik, ko'zing o'zi nima qilsan bu yerda dedi. Bari boshqa bu yoqqa anaqa yaxshi aytgan dedi. Keyin men aytdim, "Obid aka, dedim, jahlingiz chiqqan bo'lsa, buningizni ishlang aka dedim, menga baqirmang dedim. Agar ham anaqangiz kelayotgan bo'lsa dedim, mana dedim O'zbekistonda Mahmud Nomozov Surxon degan guruhi bor dedim. Men jamiyatdagilarga aytaman dedim. Ko'zlar jamiyatdagilarga aytaman dedim. Sizga dedim 5 ta yaxshi boladan yig'ib berardim. O'zingiz badiiy rahbar bo'lasizda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Obid Asomov va Ko'rxon guruhi deb e'lon qilaveramiz dedim. Kimga gap topdingmisan? Mana singiljonim Charosxon, manzilingizga ham yetib keldingiz. Boringizga shukur sizni. O'zingiz obisa sizdan 25 ming so'm bo'ldi. Rahmat. Boringizga shukur. Kayfiyatingiz yaxshi bo'ldimi Charosxon? Maza qilib keldingizmi? Kayfiyatingiz ko'tarildimi? O'zi xursand bo'ldim. Shu taksiga o'tirgan pushamay yemadingizmi ish qilib? Kartadan to'laysizmi yo nimadan? Kartadan. Bo'ldi, kartadan tashlab yuborasiz. Boringizga shukur, o'zingiz obisa. Rahmat, qizchani ham ehtiyot qilasiz. Katta qiz bo'lsa iloyim, kattasini ham o'pib qo'yasiz. Rahmat. Orol Mirzo Safar bilan o'rtoqlar bugun taksi loyihamiz mana 3-mijozini ham tushirdik. Orol Mirzo, taksimiz yoqdimi sizga? Nihoyatda yoqdi-da. Ha, yaxshimi? Kengligi, mashinani kattaligi. Endi rulda o'tirgan odamga o'xshagan bag'ri keng mashina ekanda, xullas qilib. Bizni kuzatishda davom eting aziz do'stlar. Bu meni yurtim kanali azizlarim, kulib boramiz loyihasi. Ayol kishi uchun qonun qoida yo'q. Faqat kayfiyat bor. Kayfiyat qanaqa bo'lsa, qonun qoidasi ham shunaqa bo'ladi. To'g'risida. Botir aka, to'g'risini aytsam, men ko'rsatuvga to'ymay qoldim. Gapiradigan gaplarim ancha, lekin vaqt oliy hakamdek baribir. Oliy hakam narsani endi ko'rsatuvga men omad tilayman. Sog' bo'ling, rahmat. Bu ko'rsatuvga juda ham yurtimizning chiroyli insonlari, juda ham qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, chiroyli insonlarni tashrif buyurishini tarafdoriman. Iloyim. Bu ko'rsatuvni iloyim tomoshabinlari kundan kunga emas, soat sayin ko'payib borishini tarafdoriman bu ko'rsatuvni. Endi Orol Mirzo to'g'risini aytadigan bo'lsam, men ham siz bilan soatlab shaharga kechgacha aylangim keladi. Lekin afsuski bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shundoq. Keyingi ko'rsatuvlarga biz o'z o'rnimizni bo'shatib berishimiz kerak. Rahmat. Boringizga shukur. Bugun qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni kulib boramiz loyihasiga tashrif buyurganingiz uchun muxlislar nomidan, shaxsan telekanal nomidan, ijodiy guruh nomidan men o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman sizga. Umringiz zotani joningiz sog' bo'lsin. Men ham o'z nomimdan sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Ish qilib shu ko'rsatuvni ozmi ko'pmi shu xalqqa manzur bo'lishda ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shgan bo'lsam, men dunyodagi eng baxtli odamlardan bittasi deb hisoblayman. Endi Botir aka to'yga oshpaz kapkirini ko'tarib keladi. Bilasizmi? Qiziqchi so'zini olib keladi. Magazinchi peshtaxtasi bilan keladi. Men endi bitta chiroyli bir qo'shiq bilan yakunlasam shu. Mayli, qani yo'q demaymiz deydi-yu. Qani ketdi. Ne balog'liq yerdi. Shohid Laurang surating. Jonim. Ne balog'liq yerdi. Shohid Laurang surating. Aqlimni lol etdi. Qilg'och tomosham surating. Jon ketdidir ko'rgan jonim. Sabru qarorim shivasi.
Ayladı tokat niçin çekken tersan suretin ya gülendam yürürsen baz keldin dar vücut ayladı bahram dik bizlerin şeydan suretin Furkati koşu közün aynı tasavvur eyleyen soldu ara dil bilen caniye yağma suretin soldu ara dil bilen caniye yağma suretin Kulüp boramız. Kulüp boramız.